Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda Cobalt salkam 400 metr balandlikdan dumalab ketibdi izohli ushbu video lavhalar tarqalib turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, video ostida izoh sifatida keltirilishicha, avtomobilni butun holda olib chiqishning imkoni bo'lmagani sababli uni bo'laklarga ajratib olib chiqishgan. Hozirda haydovchining ahvoli va voqea qachon sodir bo'lgani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Voybo, assalomu alaykum. Mana u kungi Cobaltimizni hozir xudo xolasa bugun maydalab olib chiqyapmiz. Cobaltimiz mana shu yerdan kelgan pastlikka 400 metrlik pastlikka tushib ketganda. Buni qarangda. Bizga shunaqa xizmatlar ham bor, lekin ishingiz tushmasin. Aglarimiz ham keldi. Ikkita eshak chaqirdik. Ko'pincha odam qiziqyapti-da. Eshiklarni qarang. Hech narsa qilmagan. 3 ta eshik sarapina bilan. Mana torpedalar hech nima qilmagan. O'z narxini ham aytib o'taman mashinaning. Mana torpedalar. Shuncha tepalikdan bir xudo asradi-da. 22 avtomat 51 ming yurgan ana motor korobkalar. Joyidan tushdi. Xo'sh. Eshagimiz keldi. Assalomu alaykum. Bu ana bu 3-chi eshigi butun. Xarajat qilib ketamiz evakuator.